alaykum, tug'ildikmi? Sog'misiz, salomatmisiz? Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bemalol. Ozgina qimmatli vaqtingizni olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Avvalambor sizni bugungi Allohimga suyukli banda Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bugun sizni shukrona kuningiz munosabati bilan bizga tabrik xati kelib tushgan. Nima deb o'ylaysiz? Bu tabrik xati kimdan bo'lishi mumkin? Qaysi qadrli insoningiz sizga dil izhorlarini yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmadim endi. Yaqinlarim ko'p meni. Albatta, keling, o'zim sizga yordamlashaman. Sizni barcha yaqinlaringiz, dadangiz Zayniddin aka, onajoningiz Nurxon opa, ukalaringiz Behruz va Nuriddin nomlaridan samimiy tilaklar va o'zingizga ayta olmagan dil izhorlarini yo'llagan inson bu sizni bitta-yu bitta erka singlingiz Rohila opa ekanlar. Maylimi shu tabrik xatini o'qib eshittirsam? Mayli. Xo'p, bo'ladi, unda men boshladim. Assalomu alaykum mening yagona suyanch qalqonim, mehribon akajonim. Bugun sizni shukronali kuningiz, umr yo'lingizda yana bir yoshga qadam qo'yganingiz. Bu yoshingiz qutlug' bo'lsin. Sizga Allohimdan sihat salomatlik, o'qishlaringizga omad tilayman. Ota-onamiz baxtlariga bizni baxtimizga doimo sog', omon bo'ling. Inshaalloh kelajakda siz bilan birgalikda ota-onamizni haj va umra ziyoratlariga yuborish nasib qilsin. Dunyodagi barcha ezgu tilaklar ijobati ila hamrohingiz bo'lsin deb qolaman. Qalbingiz yashnasin. Misoli yaproq tuganmas baxt shodlik hamisha hamroh nurlarga bezalsin. Har bir o'tgan chog' sizga yangi kunda yangicha tilak, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya o'z tabriknomalarini yakun yasaganlar. Rahmat. Bizni jamoamiz tomonidan bu suhbatimiz yozib olinmoqda. Sizni ham ularga atalgan dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat yetkazib qo'yamiz. Endi juda yaxshi ko'raman. Har doim baxtimizga sog'-salomat bo'lib yuraversin. Ilohim aytgan ayrim paytlarda qurishgan paytlarim bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Uzr so'rayman shular uchun. Men xursandchilik kunlarimizda yonimizda bo'lib turaversin. Ilohim aytganingiz kelsin. Akajon, endi bir she'r bor, maylimi? Vaqtingiz bo'lsa agar. Mayli. Duolarga ochib kaftlarini, sizga tilab tillo baxtlarini, yaratgandan so'rab ahdlarini, bugungi kun sabab ko'nglingiz to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Doimo nurlarga to'lsin yo'lingiz. Halol daromadlar tutsin qo'lingiz. Doimo ehtiyot qiling o'zingiz. Eng yaxshi tilaklar sizniki bo'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Yaratgan Allohim har vaqtda qo'llab, yomondan yiroqlab, yaxshiga yo'llab, yaqinlar vaqtiga sho'x shodon qo'nab, har lahza hayotda omadingiz kulsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Bugun yoningizda sizni suyganlar, sizni deb yonganlar, sizga kuyganlar, poyingizda qolsin ko'ngil o'yganlar, o'lsa hamki ko'ngilning g'amlari o'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Bu she'rim sovg'aning eng zo'ri bo'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya she'rimni yakunlayman. Mayli, sizga sihat salomatlik tilaymiz. Sog' omon bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Xo'p, rahmat sizga. Omadingiz bo'lsin. Xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat.